Teachers role mavzusi odatda mavzuni tarkibiy qismi sodda bo'lgani bilan test tarkibida o'ziga yarasha chalkashmovchilikga ega. Mana shu chalkashmovchilikni bartaraf etish uchun demak eng zaruriy ma'lumotlarni berib o'taman. Qog'oz va qalam tayyorlab olish esdan chiqmasin. O'zi dars boshlanishidan avval o'qituvchining qanaqa vazifalari bor desa, planner vazifasi bor. Planner vazifasi nimalarni o'z ichiga oladi desa, demak class profile aniqlaydi, anticipated problem qiladi, dars jarayonida kutilgan, kutilmagan unexpected problemslarni aniqlab, unga solution beradi. Til materiallarini tayyorlaydi, qo'shimcha reading material, listening material, umuman olganda, demak supplementary material, darslikni tarkibiy qismidagi muammolar bo'lsa, buni bartaraf etib, dars jarayoniga bevosita tayyorgarlik qiladi. Mana shu aytgan hammasi testlarda bor. Ya'ni dars jarayonini endi boshlarkan o'qituvchining menejer vazifasi oldinga chiqadi. Menejer nima qiladi desa, classroomda hamma narsa o'z o'rnida well organized bo'lishligini ta'minlaydi. Bir so'z bilan aytganda, bu hovlida men aytganim bo'ladi desa, aynan menejer vazifasi maydonga keladi. O'qituvchining menejer vazifasi nimalarni o'z ichiga oladi desa, dars jarayonidagi har bir activity smoothly, well organized bo'lishligini ta'minlaydi. Xuddi ustoz sinf rahbar singari classroom rules, routines belgilaydi. Ya'ni o'sha dars jarayonida qachon salomlashamiz, qachon demak dars jarayonining asosiy qismini amalga oshiramiz, qayerda vazifasini so'raymiz kabi savollarni mana shu o'qituvchining menejer vazifasiga yuklaymiz va o'quvchining xulqi bilan bog'liq, masalan, jilovlanmagan afrikan jilovlashdagi, so'kish, ularni tartibga keltirishdagi o'zbekona so'zlar bilan qaysidir dakka berishlar ham albatta menejer vazifasi. Mavzuni tushuntirish bu albatta language expert, ya'ni mavzuni tushuntiradi, explain qiladi, drill mashqlariga chorlaydi, bevosita mavzuni tushuntiradi. Bunda language expert ma'nosi ba'zida provider so'zi bilan sinonim bo'lib kelishi mumkin. Dars jarayonini o'tyapti, tushuntiryapti. Endi albatta practice qismida o'quvchini pair work, group workda ishlaydi. Aynan mana shu joyda interaction amalga oshayotgan paytda o'qituvchi nima qiladi? Radan qilib harakatlanib, darsda harakatlanadi. Mana shu harakati davomida o'quvchilar qilgan xatolarni doskaning bir chekkasiga yozib yuradi. Languageda, pronunciationda yoki talaffuzni bir ko'rinishda qilgan xatolarni bir doskaning bir chekkasiga yozib boradi va ana shu activity tugagandan so'ng nima qiladi? Ana shu feedbackni o'quvchilarga dars oxirida hammaga mana bu xatolar bo'ldi, buni tuzatish uchun amaliy harakatlar qilamiz kabi vazifasini bajaradi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, demak monitor vazifasi aynan o'qituvchini pair work, group work, team work yoki umuman interaction patternlar amalga oshayotgan joyda keladi. O'qituvchining yana qanaqangi vazifalar bo'lishi mumkin desangiz, albatta mana shu joyda diagnostic vazifasi bor. O'quvchi ma'lum bir mavzuda qiynalayotgan bo'lsa, ana shu mavzuning qiyinchiligi nimada? Ya'ni qiynalishiga sabablarini nimadan kelayotganligini albatta nima qiladi? Keltirib o'tadi. Mana shu uni vazifasi. Model yoki model giver yoki modeler vazifasi bo'lsa, qaysidir taskni bajarishdan avval o'qituvchi nima qilib beradi? Ana shu mavzuni ko'rsatib beradi. Mana shu joyda model giver vazifasini beradi. Tutilib, iymanib, orqaga yassalib, qo'rqib turgan o'quvchiga turtki ko'mak beradigan o'qituvchining roli bu, demak, prompter. Do'q beradigan, well done, great, I like it pozitiv so'zlar bilan yo'g'riladigan so'zi bu uni assessor vazifasidan yoki ba'zan uni motivator vazifasidan kelib chiqadi. Eslab qoling, darsni qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'quvchiga mustaqil ishlash ko'nikmasini o'rgatsa, mustaqil ishlash ko'nikmasini o'rgatsa, ya'ni autonomous independent study skillslarni rivojlantirsa, bu doim facilitator bo'ladi. Albatta, bu aytib o'tgan ma'lumotlar qiziq va sizga mazur keldi degan umiddaman. Yana sizni qanday videolar, mavzular qiziqtirayotganligini izohda qoldiring va obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Yana ko'rishamiz.